Hurmatli o'quvchilar, yana bir bor va endi hozir siz bilan ko'radigan mavzumiz natural sonlarni ko'paytirish va bo'lishga oid bo'ladi. Demak, natural sonlarni ko'paytirish va bo'lish. Birorta sonni birorta songa ko'paytirishni ma'nosini kelar birgalikda ko'ramiz. Masalan, 4 karra 3 ning ma'nosi bu 3 ta 4 ning yig'indisini topishni anglatadi. Hammamiz karradan bilamiz, 4 karra 3 bu 12. Xo'p, 1 dan 6 gacha bo'lgan masalalar qulay usul bilan hisoblang deb nomlangan. Kelar birgalikda buni ishlashga harakat qilamiz. Kelar. Demak, 11 dan jami nechtaligini sanab chiqamiz. 1, 2, 3, 4, 5 ta. 5 ta 11 yig'indisi degani bu 5 karra 11. Ko'paytirishni yaxshi bilamiz. 5 karra 11 bu 55. Ikkinchi misolga o'tamiz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 ta 9 ni ko'paytmasi. 10 karra 9 natija necha? 90. Marhamat. Keyingi masala 15 dan bir nechtasi? 1, 2, 3, 4. 4 ta 15. 4 karra 15 qo'shaman 12 dan bir nechta? 1, 2, 3. 12 dan 3 ta ekan. Endi hisob kitob qilamiz. 4 karra 15 60. 12 karra 3 36. Yig'indi 96. Marhamat. 4-masala 7 lar sanab chiqamiz. 1, 2, 3, 4, 5 ta. 5 ko'paytiraman 7 qo'shaman 25 dan 3 ta. Bitta, 2 ta, 3 ta. 25 ko'paytiraman 3. 5 karra 7 bu 35, 25 karra 3 75, 75 ga 35 natija 110. Xo'p, masalalarni tushundilaring degan umiddaman. Ana endi ikkinchisiga o'tamiz. Xo'p, velosipedlarda jami nechta g'ildirak bor? Buni qanday topamiz? Har bitta velosipedni g'ildiraklari soni 3 taligi ko'rinib turibdi. Boshladik. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. 19 ta velosiped bor va har bitta velosipedni 3 tadan g'ildiragi borligini hisobga olinsa 19 karra 3. Natija 27 ta. Keyingi masalaga o'tamiz. Qalamdonlarda jami nechta qalam bor? Birinchi navbatda har bitta qalamdonda nechta qalam borligini sanab chiqamiz. 1, 2, 3, 4, 5, 5 ta. Va endi jami nechta qalamdon borligini sanab chiqishimiz kerak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. 18 ta qalamdon bor va har birini ichida 5 tadan qalam bor. 18 karra 5. 5 karra 8 40, 40 dan 0 to'g'ri yodda, 5 karra 1 5 to'g'ri yoddagi bilan 90 ta. Va nihoyat 6 ta masalani birgalikda ko'rdik. Endi 7-masalani birga tahlil qilamiz. Sarvar do'kondan 12 ta non sotib olmoqchi. Agar bitta non narxi 2,5 ming so'm bo'lsa, Sarvarga necha so'm pul kerak? Qanday topamiz? 2500 so'mni ko'paytiramiz 12 ga. Natijada hosil bo'ladi 30 ming. Ko'paytirish bilan muammo yo'q deb o'ylaymansizlarda. Keyingi masala. Kinoteatr zalining o'rindiqlari 25 ta qator va 32 ta ustundan iborat to'rt-to'rtburchak shaklini hosil qiladi. Kinoteatr zalida nechta o'rindiq bor? Agar chipta narxi 13 ming so'm bo'lsa, kinoteatr chipta sotishdan qancha daromad topadi? Xo'p, masalani qanday hal qilamiz? Nechtadir o'rindiq, nechtadir ustun. Mana bunaqasiga n ta deylik, qator bor bo'lsa, bunaqasiga m ta ustun bor bo'lsa, jami o'rindiqlar sonini topish uchun n va m o'zaro ko'payishi kerak. Kelar birgalikda o'rindiqlar sonini topib olamiz. Buning uchun 25 ni 32 ga ko'paytiramiz. Natija 800. Endi qu miqdor, ya'ni har birini 13 ming so'mdan sotadigan bo'lsa, 800 ta o'rindiq uchun necha pul to'lashga to'g'ri keladi? 13 karra 8. 13 karra 8 necha edi? 104 va orqasida 3 ta 0 bor, 2 ta 0 bor. Jamisi bo'lib 5 ta 0 yozamiz. Sanab chiqamiz. Xo'p, har 3 tada qo'ysak, 10 million 400 ming so'm pul topsa bo'lar ekan, agar kinoteatr to'liq bo'lsa. Ana endi 9-masala. Bitta konteynerga jami 32 mingta sharbat idishi sig'adi. Agar har bir idish sig'imi 2 litrdan bo'lsa, 7 ta konteynerda hammasi bo'lib nechta litr sharbat bor? Xo'p, demak, birinchi navbatda bitta konteynerda necha litr sharbat borligini topamiz. Buning uchun
32 mingta idish bor ekan. Har bitta idishga 2 litrdan sig'ar ekan. 32 mingni 2 ga ko'paytiramiz. Nollarini e'tiborga olmasdan 32 ni 2 ga ko'paytirsak 64, ortidan 3 ta nol yozsak 64 ming litr sharbat ketar ekan bitta konteynerga. Endi shunaqa konteynerlardan nechta desa 7 ta. 64 mingni 7 ga ko'paytiramiz. Xo'p, natijada 448 ming litr sharbat sig'ar ekan 7 ta konteynerga. 10-masala hurmatlilar. Konfetlar idishlarga teng miqdorda taqsimlansa, mana o'zi bo'lishga yetib keldik. Har bitta idishda nechtadan konfet bo'ladi? Demak, konfetlar idishlarga teng miqdorda taqsimlanyapti. Birgalashib konfetlar nechtaligini sanab chiqaylik. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 20 bitta. Jami konfetlar soni 20 bitta. Bu joydagi idishlar soni esa 3 ta. Har bittasiga nechtadan solish mumkin? Teng miqdorda bo'linsa 21 ni 3 ga bo'lamiz, natija 7. Demak, har bitta idishga 7 tadan konfet solish mumkinligi ayon bo'ladi. 11-masala hurmatlilar. 5 ta olmaning umumiy og'irligi 800 gram bo'lsa, bitta olmaning og'irligini toping. Masala oson, to'g'rimi? 5 ta olmaning umumiy vazni 800 gram. Har birini vazni x dan bo'lsa, 5 tasiniki 5x. Natija 800 gram emish. Bir dona olmaning vaznini topish uchun mana noma'lumda x dediga 800 ni bo'lishimiz kerak 5 ga. 805 ga bo'linsa natija 160 gramligi ma'lum bo'ladi. Olmadan keyin olmaxon haqidagi masala. Olmaxon archa daraxtigacha bo'lgan 6 metr masofaga 3 marta sakrab yetib oldi. U endi keyingi daraxtgacha yetib olish uchun yana necha marta sakrash kerak? Olmaxon qayerda edi? Savol. 0 da edi. Birinchi daraxt 6 da edi. Necha marta sakrab yetib bordi? 3 marta. Har sakrashida necha metrdan yurar ekansa 2 metrdan mana. 1 marta sakradi, 2 marta, 3 marta. Har sakrashida u 2 metrdan oldinladi. Shunaqa deymiz. Xo'p, endi keyingi daraxtgacha yetib olish uchun yana necha marta sakrash kerak? O'zi mana bu yerga yetib keldi-da, mana shu yerdan keyingi daraxtgacha necha marta sakraydi deyapti. 18-nuqtada turibdi bu daraxt. Birinchi olmaxon turgan hozirgi holat 6-nuqta. 18 dan 6 ni ayirsak, o'rtada nechta oralig'i borligi kelib chiqadi bizda. 12 ta oralig'i bor ekan. Olmaxon har sakraganda 2 metrdan odimlaydigan bo'lsa, 12 metrni necha marta sakrab bosib o'tadi? 12 ni 2 metrga bo'lamiz. Natija 6. Demak, olmaxon 6 marta sakraganda daraxtgacha yetib boradi. Rostdan ham sanab ko'raylikchi. Mana 1 marta, 2, 3, 4, 5 va 6. Ana endi nihoyat 13-masala. 48 ta o'yinchoq 12 ta bolaga teng taqsimlab berilsa, har bir bola nechtadan o'yinchoq oladi? Masala unchalik ham qiyin emas, to'g'rimi? 48 ni bo'lamiz 12 ga, natija 4. Har bitta bolaga 4 tadan o'yinchoq tegishi ma'lum bo'ladi. 14-masala. Zavodga 10 mingta mashina g'ildiragi keltirildi. Bu g'ildiraklar jami nechta 4 g'ildirakli mashina ishlab chiqarish uchun yetarli? 4 g'ildirakli muhim joyi. Keltirilgan g'ildiraklar soni 10 mingta. Nima qilish kerak ekan desa, 10 mingni bo'lishimiz kerak 4 ga. Natija necha desa, 2,5 mingta mashina uchun yetarli bo'lar ekan. Xo'p, demak 15-masala. Anvarda 25 ming so'm, Sobirda esa undan 3 marta ko'p pul bor. Ularning birgalikdagi puli necha so'm? Anvardagi pul miqdori demak 25 ming so'm. Sobirdagi pul miqdori esa Anvardagidan ko'ra 3 barobar ko'proq. Ya'ni 25 ming so'mdan 3 marta ko'p. Natija 75 ming so'm. Sobirda bor pul 75 ming. Endi Anvar va Sobirda jami qancha desak, 25 mingga 75 ming qo'shiladi, 100 mingni hosil qilamiz. Jami pul 100 ming so'mni tashkil etar ekan. 16-masala. Bitta ko'ylak tikish uchun 4 metr mato kerak. 84 metr mato nechta ko'ylak tikish uchun yetarli? Qanaqa qilib hal qilamiz? Bitta uchun 4 metr ketsa, 84 metrga nechta ko'ylak tikish mumkin? 84 ni bo'lamiz 4 ga, natija 21 metr. 21 ta ko'ylak tikishga yetar ekan. Xo'p, keyingi masalaga o'tamiz.
Navbat bo'yicha 17-masala. Aytishlari bo'yicha bu masalada usta 1 soatda 15 ta, shogirdi esa 12 ta detal tayyorlaydi. Ular birgalikda 3 soatda ishlashsa nechta detal tayyorlashlari mumkin? Kelar, 1 soatda ustani o'zi 15 ta detal tayyorlasa, shogird 12 ta tayyorlasa, 15 ga 12 ni qo'shamiz, 27. Demak, ikkalasi birga ishlab 1 soatda 27 ta detal tayyorlaydi. Endi birgalikda 3 soat ishlashdi. 27 ni 3 ga ko'paytiramiz. 81 ta detal tayyorlashlari ma'lum bo'ladi. Keyingi masalaga o'tdik. Usta bir kunda 12 ta detal, shogirdi esa 8 ta detal yasaydi. 360 ta detal buyurtmani bajarish uchun nechta kun kerak bo'ladi? Necha kun kerak? Kelar birinchi bunday ish qilamiz. Usta va shogird birgalikda nechta detal tayyorlaydi bir kunda? 12 ga 8 qo'shamiz. Bir kunda 20 ta detal tayyorlar ekan. Endi 360 ta detalni tayyorlash uchun necha kun kerak desa, 360 ni bo'lamiz 20 ga. Natija 18. Demak, ular birgalikda 18 kun ishlab 360 ta detal tayyorlashlari mumkin ekan. Keyingi masalaga o'tdik. Mehmonxonada 15 ta 3 kishilik, 25 ta 2 kishilik va 30 ta 1 kishilik xonalar mavjud. 5 ta xuddi shunday mehmonxona hammasi bo'lib nechta mehmonni qabul qila oladi? Xo'p, tushunarli. Kelar, hozir bitta mehmonxonada nechta mehmon sig'ishi mumkinligini hisoblaymiz. Aytishlari bo'yicha 15 ta 3 kishilik bor ekan. Demak, 15 ta xona bor va har biriga 3 tadan mehmon sig'adi. Jami 15 kara 3, 45 ta odam sig'adi. 3 xonalilarda o'ziga. 25 ta 2 xonali deyapti. 25 dan 2 ta. Chunki har bitta xonaga 2 tadan ketsa, 25 ta xonaga nechta desa 25 kara 2 deymiz. Qo'shilgan 1 kishilik 30 ta ekan, oddiy 30 da o'zi. Xonalar soni nechta bo'lsa, odamlar soni ham shuncha. Endi hisob kitob qilamiz. 15 kara 3 45, 25 kara 2 50 va 30. Hammasini bir-biriga qo'shadigan bo'lsak, natija 125 ligini olamiz. Endi bitta mehmonxona 125 ta odamni qabul qilsa, 5 ta mehmonxonachi. Shu 125 ni ko'paytiramiz 5 ga, natija 625. Xo'p, buni tushundilaring degan umiddaman. Keyingi masalaga o'tamiz, hurmatlilar. Do'konda 476 kilogramm olma bor. Birinchi 3 kunda kuniga 45 kilodan, keyingi kunlarda esa kuniga 31 kilogrammdan olma sotildi. Jami olmalar necha kunda sotilgan? Xo'p, masala yaxshigina. Hozir birga hal qilamiz. Birinchi 3 kunda kuniga 45 kilogrammdan sotilibdi. Kelar birinchi 3 kunda necha kilo sotilganini to'g'rilaylik jamsi bo'lib. Buning uchun bir kundagi olmalar miqdori 45 ni 3 ga ko'paytiramiz. Natija 135. Birinchi 3 kunda 135 kun olma sotilgan. Qolganini esa 31 kilogrammdan qilib nechidir kunga bo'lib tashlagan. Kelar necha kilo qolishini topamiz. 476 ayraman 135. Natijamiz necha bo'ladi? 341. Demak, 341 kilogramm olma qolgan va mana shu 341 kilogramm olmani 31 kilogrammdan qilib necha kundir sotgan. Savol, necha kunligini qayerdan topamiz? 341 ni bo'lamiz 31 ga. Natija 11 ligi ma'lum bo'ladi. Demak, 11 kun 31 kilodan sotgan. Boshida 3 kun sotganda, keyin yana 11 kun sotgan bo'lsa, jami necha kun olmalarni sotgan desa, 14 kun olma sotganligi ma'lum bo'ladi. 21-savol. 4A sinfdagi har bir o'quvchi bir haftada 112 sahifali turli kitoblarni o'qiydi. Agar 4A sinfdagi o'quvchilar soni 28 ta bo'lsa, bu o'quvchilar bir oyda hammasi bo'lib necha sahifa kitob o'qiydi? Bir oyni 30 kun deb hisoblang. Tushunarli. Demak, har bitta o'quvchi 112 sahifadan o'qidi. Mana bu joyda, mana bu qismda har bir sinfda 28 tadan o'quvchi bor. Demak, bitta sinfdagi barcha o'quvchilar 30 kunda jami necha bet, ya'ni necha sahifa kitob o'qiydi deyapmiz. Qanaqa qilib bu masalani hal qilamiz desa, birinchi navbatda
Bir kunda bitta sinfdagi o'quvchilar qancha kitob o'qishini topamiz. Buning uchun 112 ni ko'paytiramiz 28 ga, chunki bitta sinfda 28 ta odam bor va mana shuni natijasini hisoblansa, bir sinfdagi barcha o'quvchilar bir kunda nechta kitob o'qish kelib chiqadi. Endi mana shuni 30 ga ko'paytiramiz va hosil qilingan natija shu so'ralgan narsani beradi, ifodalaydi. Xo'p, buni yechimini o'zlaringga qoldiraman. 22-masala. Tomonlari 5 sm va 3 sm bo'lgan to'g'ri to'rtburchakni sobir tomoni 1 sm ga teng bo'lgan kvadratchalarga ajratdi. Natijada nechta birlik kvadrat hosil bo'ladi? Birlik kvadratning ma'nosi tomonlari bir birlikdan bo'lgan kvadratdir. Endi tomoni 3 bo'lgan tarafdan mana bu enidan deymizmi? Nechta kvadrat qilib oladi desa, mana bitta, ikkita, ikkinchisi, uchta. Bunaqasiga demak 3 ta kesib olar ekan. Bo'yigachi desa, bo'yiga bitta, ikkita, uchta, to'rtta, beshta. Endi jami nechta shu joydan kvadrat kesib olish mumkin desa, 3 ko'paytiraman 5. Sababi har bitta qatordan 5 tadan kesib oladigan bo'lsa, buna qatorlardan jami nechta? 3 ta. O'shaning uchun 3 kara 5 deydi. Natija 15 ta birlik kvadrat hosil bo'lar ekan. 23-masalani hal qilamiz. O'xshash masala. Tomoni 12 va 6 bo'lgan to'rtburchakni Nodira tomoni 2 sm ga teng bo'lgan kvadratchalarga ajratdi. Natijada nechta tomoni 2 sm bo'lgan kvadratchalar hosil bo'ladi? Xo'p, masalani hal qilamiz. Jami 6 sm edi. Tomoni 2 sm dan qilib ajratilsa, 3 ta kvadratcha bu tomonda. 12 sm ni tomoni 2 dan qilib ajratadigan bo'lsak, 6 ta kvadratcha bu tomonda hosil bo'lar ekan. Demak, bu tomonda 3 ta, bu tomonda 6 ta. Endi jami kvadratlar sonini topmoqchimizmi? N bilan belgilaymiz. 3 karra 6 ni hisoblaymiz. Jami kvadratchalar soni 18 taligi ma'lum bo'ladi. Nihoyat 24-masala. Aytishlar bo'yicha, yog'ochni arralab 5 qismga ajratish uchun 40 daqiqa vaqt ketar ekan. Uni arralab 2 ta qismga ajratish uchun qancha vaqt kerak? Demak, bizga birinchi navbatda yog'och kerak. Mana yog'och. Mana shu yog'ochni 5 qismga ajratish uchun necha marta aralash kerakligini topib olaylik. Bir marta araladim, 2 taga ajraldi, to'g'rimi? Yana araladim, 3 ta bo'ldi. Yana araladim, 4 ta. Yana araladim, 5 ta. Umumiy aralashlar soni 4 ta bo'ldi, to'g'rimi? Har bitta chizig'im aralashga mos. 4 marta aralash uchun 40 daqiqa vaqt ketdi. Demak, bir marta aralash uchun 10 daqiqa vaqt ketar ekan. 10 minut deb qo'yaylik. Endi aralab mana shu taxtani tasavvur qiling, butunni. Mana shuni aralab ikkitaga ajratish uchun necha minut vaqt ketadi desa, bir marta aralasam bo'ldi-yu, ikkitaga ajraydi. Bir marta aralashim uchun bo'lsa 10 minut vaqt ketardi. Demak, bu savolning javobi 10 daqiqa. O'zbekcha bo'laylik, daqiqa. Xo'p, tushundilaring degan umiddaman. Keyingi misolga o'tamiz nihoyat. Navbat bo'yicha 25-masala. Quyida doskadagi ko'paytirish amallarini yashiringan sonlarning yig'indisini toping. Demak, mana bu bo'sh joylarga qaysi son borligini topib qo'yishimiz kerak. Necha kara 728 esa 4 kara 728. 5 ni qaysidir songa ko'paytirgan, natija 40 chiqqan. Bu son 8 ligi aniq. 11 ni 3 ga ko'paytirilsa, natija 33 bo'ladi. Bu ham aniq bo'ldi. Endi 26-masala. So'roq o'rnidagi mos sonni toping. Qanaqa qilib ishlaymiz? 7 ga 9 ni qo'shib, natijadan qaysidir sonda ayirganda 12 chiqibdi. Bu qaysidir sonligini men bilaman, 3. 7 ga 9, yo'q, adashdim, 3 emas. 7 ga 9 16, 16 dan 4 da ayirsam 12 chiqadi. Bo'ldi, buni hal qildik. Xo'p, unday bo'lsa davom etamiz. 4 dan qaysidir son ayrildi, mana. Unga qaysidir son, 4 dan qaysidir son ayrildi, chiqqan natijaga 5 qo'shilganda 8 hosil bo'ldi. Xo'p, qanday qilib bunga erishish mumkin? Demak, mana bu 4 dan qaysidir sonni ayirganimda 3 hosil bo'lganda, keyin shu 3 ga 5 ni qo'shsam 8 bo'lyapti ekan. Endi bunday o'ylayman. 4 dan nechini ayirsam 3 bo'ladi desa, 1 da. 4 dan 1 da ayiraman, mana bu joyda. 4 dan 1 da ayirsam, 4 dan 1 da ayirsam, natijada 3 hosil bo'ladi. 3 ga 5 qo'shiladi, natija 8. Xo'p, bu joyni-ku amalladik. Ana endi mana bu joy haqida kalla qotirishimiz kerak.
2 ga qaysidir son qo'shilgan va natijadan 1 ayrilsa 7 hosil bo'lyapti ekan. Shu ayrilgan birda xayolan 7 ga qo'shsak 8. Demak, 2 ga qaysidir sonni qo'shsam 8 hosil bo'lar ekan. Bu son 6. 2 ga 6 qo'shiladi 8, 8 dan 1 ketsa 7. Bu joyni ham amalladik. Endi mana bu joy haqida bosh qotiramiz. Xo'p, demak 9 qo'shaman 6 ko'paytiraman nimadir son, natija 27. Oldin qo'shish bajarilarimidi yoki ko'paytirishmi, hurmatlilar? Birinchi navbatda ko'paytirish. Demak, 6 ni qaysidir songa ko'paytirib 9 ni qo'shsam 27 chiqar ekan. Buni bilish uchun mana holat bunday. 9 qo'shaman 6 karra x teng 27 emish. 6 karra x ni topadigan bo'lsangiz, bu yerdan 27 dan 9 ayriladi, natija 18. Demak, 6x 18 ekan. 6 ni qaysidir songa ko'paytirsangiz 18 chiqarmish. Bu son necha bo'ladi desa, bu son 3 bo'ladi. Demak, mana bu qismda sonni miqdori 3 ligi ayon bo'ldi. Va endi eng muhimlaridan bittasi. Mana bu joy haqida bosh qotiramiz. Qaysidir songa, noma'lum qanaqadir a soniga 3 ni qo'shib yana 5 ni qo'shsam 16 bo'larmish. A sonini o'zini topish uchun nima qilaman desa, 16 dan 5 ni ayiraman, 11 chiqadi. 11 dan yana 3 ni ayiraman. Natija 8. Endi ifodani hisoblashimiz kerak. Mana bu joyda so'roq nechi deyapti. Birinchi navbatda 7 ga 2 ni qo'shsam xato bo'ladi. Chunki ko'paytirish bor bu joyda. 2 karra 8 deyman, 16 bo'ladi. 16 ga 7 ni qo'shsak, natija 23 ligi ma'lum bo'ladi. Xo'p, bir amallab topdik-a. Agar tushunmagan bo'lsangiz, qaytarib ko'rsangiz ancha foydali bo'lardi. O'chirdik. B masalani birgalikda hal qilamiz. Qanaqadir a sonini 8 ga ko'paytirib, keyin uni 3 ga ko'paytirsa 24 chiqarmish. Savol, a soni nechaga teng? Buni ko'paytirganmiz-ku 3 ni. Shuni bo'luv qilaylik. 24 bo'linsa 3 ga 8 qoladi. Mana bu yo'q. Endi 8 ni yana bu yerdagi ko'paytirib o'qiganmiz-ku, ana 8 ga. 8 ga bo'lib olsak natija 1. Demak, a necha ekan desa, a o'rniga biz 1 yozishimiz kerak. Bo'ldi. A o'rnida 1 ekan. Endi 1 ni qanaqadir songa ko'paytiryapti, keyin yana 7 ga ko'paytirsa 49 chiqyapti. 49 bu 7 karra 7 ligini bilardim-da. Demak, mana bu joyga 7 ni yozamiz. 1 ko'paytiraman, 7 ko'paytiraman, 7 teng 49. Muammo yo'q-a? Endi keyingi holatga o'tdik. Mana bu joy 7 dan qaysidir sonni ayirib, keyin unga 0 qo'shsa 0 bo'larmish. Bu qaysidir son necha desa 7. 7 dan 7 ayrilsa 0 bo'ladi, 0 ga 0 bo'ladi. Endi davom etamiz. 8 qo'shaman 7 karra nimadir son, natija 43 ekan. Keyin buni boshqatdan tepada yozib ishlaymiz. 8 qo'shaman 7 ko'paytiruv x teng 43. Savol, x qanday topamiz? 7x deyman. Mana noma'lum-ku bu. Noma'lumni o'zini topishim uchun 43 dan 8 ni ayirishimiz kerak bir nima qilib. 43 ayrilgan 8. Natija 35. 7 ta noma'lum son 1 ga 35 ni berar ekan. Bitta noma'lum sonni topish uchun 35 ni 7 ga bo'lamiz. Natija 5 ligi ma'lum bo'ladi. Demak, necha ekan x desa x 5 ekan. Yo'q, ya'ni mana bu yerda qidirib turgan sonim 5 ekan. Xo'p, hammasini hal qildik deyarli. Endi yana bosh qotiramiz. 7 ko'paytiraman 5 qo'shaman nimadir son 39 ekan. 7 karra 5 mana ikkovini ko'paytiraylik birinchi. 35 ligini bilamiz. 35 ga nechini qo'shsa 39? To'g'ri, hurmatlilar, uzr. Endi so'rovni topish uchun hamma narsa yetarli bo'ldi. Birinchi navbatda ko'paytirish bajarilsa, 0 karra 4 0, 3 dan 0 ayrilsa, natija 3 ligi ma'lum bo'ladi. Nihoyat 26-masalani birga hal qildik. Va bu o'ylashimcha eng oxirgi masala. Davomida bizni uy ishi kutib turibdi. Mana shu uy ishlarini ham mustaqil bajarishingiz kerak bo'ladi. Mana hamma ko'rgan masalalarimiz deyarli. Mana bu joyda biroz mantiqiy masalalar ko'rilar ekan. Sizga ishonaman, bemalol eplaysiz.